Assalomu alaykum hurmatli Ustokin obunachilar. Assalomu alaykum. Qirg'izistondan bo'laman. Shunda Bitcoin narxi qancha edi o'shanda? $700 edi. Ana $100 dan $100,000gacha bo'lgan eksperiment o'tkazdim. Siz ham qachonroq qaytara olasizmi? Sabr kerak unga, birinchi. Sabr kerak. Bu degani Qirg'iziston uchun juda katta bir foyda. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Assalomu alaykum hurmatli Ustokin obunachilar. Biz navbatdagi bitiruvchimiz Qirg'izistondan, ismlari Abdulhakim. Abdulhakim, o'zingiz haqingizda mana obunachilarimga qisqacha gapirib bering. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar va Ustokinni obunachilari. Men ismim Abdulhakim, yoshim 26 da, 2000-yilman. Qirg'izistondan bo'laman. Matken oblasti, Qadamjoy rayoni, Toshqirg'on aylidan bo'laman. Gap yo'q. Abdulhakim, o'zi nima ish bilan shug'ullanasiz? O'zim uyda bog'bonchilik, keyin o'zim ishim P2P da ishlayman. P2P 2021-yildan beri endi to'laqonli bo'lmasa ham частично ishlab kelaman. Ozgina shunaqa qilib ishlab, shu sohada qiziqish bor oldindan. 5-6 yil bo'lib qoldi. 5-6 yil bo'lib qoldi. 5-6 yil qo'yamiz, 2020 boshlagansiz. Shunda Bitcoin narxi qancha edi o'shanda? Adashmasam 10 ming deyapman atrof. 16 mingga chiqqan, keyin 10 mingga tushdi, yana 9 ming qancha bo'lib shu diapazonda yurgan payti edi. Tushunarli. Demak, siz Bitcoin 2020-yil 16 mingda ham ko'rgansiz? Bundan oldin ham ko'rganman. $700'ligida. Keyin 2022da ham 16 mingda ko'rgansiz. Keyin 127 mingda ko'rib turib, 2 marta 16 mingda ko'rib, ikkilanishlar bo'lmaganmi? Bo'lgan, qanday bilmaydi. Tushunarli. Xo'p, nimaga kriptoga qiziqishni boshladingiz? Nimaga Forexga emas, balki Forexga qiziqqansiz? Forexga qiziqqaman, u to'g'ri kelmaysisligi uchun bizga. Men shuning uchun bunga qiziqish yo'q uncha. Qiziqish yo'q shunga. Demak, sizga rizqda qancha ko'pligi emas, sifati qiziq bo'lgan sizga. Shunday. Xo'p. Nimaga kriptoga qiziqish boshladingiz? Kripto будущее, kelajak degan fikrdaman. Endi nimaga deganda, hozir hamma narsani kelib qarasangiz, 90% narsa deyarli shunga bog'liq bo'lib qolgan hozir. Hammamiz O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham ko'p narsalar shu orqali bo'lyapti hozir. Ko'pchilik bilmasligi mumkin endi. Prosta shuning ichida yurgan odam biladi. Qancha qayerga ketyapti, nimaga ketyapti biladi. Tushunarli. Bizni darslarimizga qatnashishdan oldin sizda kripto tradingda bo'yicha qanaqadir bilimlar bo'lganmi sizda? Bilimlar bo'lmagan, qiziqib o'zim oldimcha ishlab yurganman. O'zimcha shunday ko'rib, analiz qilib, shu yoqqa tushibdi narx. Shu yerda olsam shu yoqqa ko'tarish ehtimoli bor deb olib savdo qilganman. Yomon emas, plyusga chiqqanmiz. Lekin shu analiz, точный analiz bo'lmagan. Nimaga deganda shunday narxni ko'rib turib analiz qilganman xolos. Hozirgidaqa analiz qilishlarni masalan bilmagandik. Kelib shuni o'rgandik. Tushunarli. Demak, oldin savdo qilganman deyapsiz. Shunaqa. Plus minuslar bo'lganmi? Plus bo'lgan. Minuschi? Minus ham bo'lgan. Minus. Qaysi biri ko'proq? Teng shekilli deyman. Teng shekilli. Deyarli yo'q, plusim ko'proqmikin. Yo, plus ko'proq. Minusmikin. 5-6 ming minus ham bo'lgan. Plus ham bo'lgan. Shuncha bo'lgan. Demak, siz shunaqa nasib qolibdi, siz 0-0 chiqib ketib qolibsiz-da. Shunaqa bo'lyaptimi? 0-0 chiqib ketganman, nimaning evaziga? Bu deganda ozgina kutib turganimdaman yana. O'sha narsani plusga sotardim. Lekin o'sha ilm bo'lmagan, shu narsani bir ilmi bo'lmaganki, ana ko'ra olmaganmiz, nima qilish kerak, qaysi vaziyatda. Shuning uchun minusga ketib qolganda. Xo'p, Abdulhakim, o'zi Qirg'iziston kripto valyutaga o'zi qanaqa qaraydi? Kripto bo'yichami? U yangi yo'nalish deb o'ylayman. Chunki 90% odam buni uncha tushunmaydi. Nimaga deganda, ko'p narsalar hozir Qirg'izistonda masalan aldamchilik yo'li ham через shu bo'layotgani uchun odamlar qo'rqib qolgan bu narsani. Lekin hozir ko'ryapsiz, Qirg'iziston nima bo'yicha, kripto bo'yicha hozir O'rta Osiyoda почти birinchiga chiqib kelyapti. Nimaga deganda, yaqinda o'zlaring ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, Binance rahbari Qirg'iziston prezidentini sifrovoy aktivlar bo'yicha o'ng qo'li bo'lib saylandi. Bu degani Qirg'iziston uchun juda katta bir foyda oldinga tashlangan qadam deb o'ylayman. Kripto yo'nalishi bo'yicha.
kripto yo'nalishi bo'yicha. Xo'p. Huquq bo'yicha qanaqadir cheklovlar bormi? Sen kripto bilan shug'ullanyapsan ekan, shunga o'xshagan narsalar bo'lyaptimi? Huquq bo'yicha yo'q bo'lishi kerak. Adashmasam yo'q. O'zida bo'lmadi bu narsa. Yo'q, o'zimda bo'lmadi. Masalan, banklar bilan muammo bo'lib qolishdi. Agar o'shanda kriptoda ishlayman desangiz, ular sizga aytadi, bizning bankimiz bu nima bo'yicha ishlamaydi deydi. Yoki ishlang deb turib, u endi уже как налогоплательщик bo'lib ishlang deydi. Soliq to'lab. Unda уже boshqacha nima bo'lsa kerak deb o'ylayman. Boshqacha siyosat bo'ladi. Unga uncha qiziqib ko'rgan emasman. Tushunarli. Bitta qiziqib ko'rsak yaxshi bo'lardi, chunki juda ham Qirg'izistondan ko'pchilik kelyapti bizga. Nimaga Qirg'izistonda kriptoni o'rgatadigan joylar yo'qmi? Yoki kriptoga qiziqish hali endi bo'lyaptimi? Bor deb o'ylayman, unchalik ko'p emas. Unchalik ko'p emas. Tushunarli. Ko'zlari ham boshqa joyda o'rganib kelib, keyin Qirg'izistonda ishlashyapti shunday. Bo'lishi mumkin shunaqasi ham. Hozir forex ko'payib ketyapti biz. Forex o'rgatishadigan ko'payyapti. Spotdan kripto sohasi unchalik emas. Unchalik emas. Tushunarli. Xo'p. Nima sabab bo'ldi mana shu O'zbekistonga kelib turib, mana shu bizdan aynan mana shu kripto tradingni o'rganib ketishga? Shu Qirg'izistonda bo'lmaganligimi yoki-da misol siz onlayn darslarga ham qatnashishingiz mumkin edi? Qirg'izistonda bo'lmaganligi ham keyin siz oldindan kuzatib kelaman. Eskidan 1 yildan o'tib qoldi shekilli. Akkaunt yangi ochilganda kuzatishni boshladim. O'shandan beri kuzatib kelaman, ko'raman. Endi o'zim ishlab kelganman shu sohada ham, bilimni yana ham oshirish maqsadida shu yerga kelib sizlarni o'rganib, ilm olgani keldik. Bizda yo'q, o'rgatadigan bir o'quv nimalari yo'q. Sentrlar yo'q. Tushunarli. Shuning uchun shu yoqqa ilm olgani shu yerga kelib yaxshi, yomon emas, yaxshi o'rgandik, Xudoga shukr. Tushunarli. Xo'p. Qarang, har bitta o'quvchimga o'ziga o'sha savdo jurnali ochinglar deganman, ya'ni Telegram kanal. Siz ham u yerga o'zingiz signalni tashlab borasiz. O'xshaganlar qancha, o'xshamaganlar qancha? Agar 10 taga hisob kitob qiladigan bo'lsa, statistika. Statistika bo'yicha o'yin kelganimizda juda ham yaxshi savdolar bo'lyapti. Kelganda, lekin dunyodagi vaziyat hozir anaqa siyosat juda ham kuchayib ketganiga evaziga bozor bo'ysunmayapti. Biz nima qilgan darajada yurmayapti. Shuning uchun hozir ko'p savdolarimiz stop olgan. Lekin plusga chiqqanlar ham ko'p bor. Plusga chiqqanlar ham. O'ntadan masalan 3 tasi plusga chiqqan bo'lsa, 7 tasi stop urgan. Bu dunyodagi keskin vaziyatga qaraganda o'sha Bitcoin tushishiga evaziga ko'pchilik tangalar, kriptoaktivlar pasayib ketdi narx. Stabillik bo'lsa, ish ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Stabillik bo'lsa, ish ham yaxshi bo'ladi. Ha. Endi qarang, misol uchun eng katta qo'ygan stop loss necha foiz? 4%. 4%. Mana shu 4%, 5%. 4%. Eng katta qo'ygan take profitingizchi? 15-20. 15-20. Demak, agar 1 ga 3 dan ham sal oshib ketyapti bu nisbat, shunaqa bo'lyapti. Agar bu nisbat bilan ishlaydigan bo'lsangiz, menimcha sizga 3ta savdoni va foydasi o'zi ham yetadi sizga. Shunday. Vaziyatdan chiqishingizga baribir 0 emas, plusda chiqishingiz yetarli. Demak, hamma narsa risk menejmentiga borib taqalyapti. Tushunarli. Xo'p, qarang Abdulhakim, biz darslarimiz kelishdan oldin sizda qanaqadir bilimlar bo'lgan va sizda qanaqadir kutuvlar bo'lgan, to'g'rimi? Shu kelsam bir boshqacharoq narsa o'rganaraman va yaxshiroq bo'lib ketaraman degan narsa. Mana shu narsa bo'ldimi? Biz sizga bera oldingmi, siz ola oldingizmi shu narsani? To'g'risini aytsangiz, chunki biz agar misol bera olmagan bo'lsak, bizda demak yana o'sha o'z ustimizda ishlash degan narsalar bo'ladi. Albatta. Ko'p narsani o'rgandik. Bilmagandik bu narsalarni, masalan, likvidatsiyaga qarab ishlashni, bozor qayerga yurishini taxmin qilishni masalan bilmasdik. Shunday ko'rib turib, taxminan ko'z bilan aytardim-da, endi shu yoqqa ketsa kerak degan o'y bo'lardi. Fundamental tahlil, analizlar bo'lmasdi. Qayerdan qanday analiz qilishni bilmasdik-da. Shu to'lka birjani bilardik, Binance'ga kirardik, Bybitga kirib bo'ldi. TradingView ular bilan uncha ishlash, shular bilan ishlashni o'rgandik. Fibonacci, trend liniya, ko'p narsalarni o'rgandik. O'ylaymanki, yaxshi narsalarni oldik, o'zimizga kerakli narsalarni. Xudo xohlasa. Va
udavlетворен deydi. Yaxshi yomon emas. Xudo xohlasa. Tushunarli. Xo'p, qarang. Bu sohani boshlashingizdan oldin, umuman kriptoni boshlashingizdan oldin, uyingizdagilar tomonidan qanaqadir negativ yoki motivatsiyalar bo'ldimi? Negativ bo'lmagan. Motivatsiya bo'lgan ishing bo'lyaptimi, ishing yaxshi, молодец, ish qilaver degan gaplar bo'lgan. Lekin bunaqa to'sqinlik bo'lmagan. Yo'q. Atrofdagilarchi, do'stlar? Atrofdagilar 50-50 bo'lsa kerak. Nimaga deganda ko'pchiligi jicha ozgina bu sohada nima deysiz, tushunchasi borlar, to'g'ri ish qilaver degan bo'lgan. Lekin bu narsada tushuncha bo'lmagan odamlar, sen unaqa yana qilyapsanmi, ishlayapsanmi, palon, piston degan gaplar bo'lgan. Tushunarli. Endi sizni bilim oshdi-yu. Bilim oshdi, xudo xolasa yana ham kuchayamiz degan umiddaman. Yanada kuchayamiz degan umiddasiz. Tushunarli. Xudo xolasa. Qarang, Abdulhakim, mana shu darslarimiz davomida real savdolarga ruxsat berdim sizlarga. Bularni siz real savdo ochdingizmi? Natijasi qanaqangi bo'ldi? Ochdik, ko'p emas. 3-4 ta ochdik o'xshaydi. 2-3tasi plyusga chiqdi. Skalping qilib ishladik. Yaxshi, $10, $15 daromad qildik. Qancha puldan? $100. $100. 10% topdingiz. 2-3 marta kirdik bitta nima bilan. $100 bilan kirib chiqdik. Keyin stop olganlari ham bo'ldi. Stop olganlari ham bo'ldi. Savdo. Savdo va bu deyman, o'ylaymanki stop olgani yaxshi. Chem narx tushib ketgandan ko'ra stop olib 2% mi 1% mi o'sha 2% 1% qo'yamiz, lekin depozitni saqlab qolamiz. Shunisi yaxshida. Kelib shuni o'rgandik-da shu yerda. Nimaga deganda, masalan, shuni bilmagandik, ochib qo'yardik savdoni, masalan. $100 ga emas, $1000 ochamiz, stop qo'ymasdik, itiga ham qo'ymasdik. Narx tushib ketsa, keyin deb o'tiraverdik. Hozir stop qo'yganimiz u yerda foydada, masalan. Depozitni saqlab qolamiz. Bunaqa bo'lmasa, uje masalan, u pulni bir ehtiyojga chiqaramiz desak ham, uje может $100 minusga, $200 minusga chiqarib olishimiz mumkin-da. O'sha yerda stop qo'yib ishlashni o'rgandik, ana stop qo'ydik 2%. 2% chiqqancha emasda, $2, $3 zarar bilan chiqib ketamiz, depozitimizni saqlab qolamiz. Bu $100 minusdan ko'ra yaxshi deb o'ylayman. $100 minusdan ko'ra yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Tushunarli. Xo'p, mana shu darslarimizda sizga eng qiziqarli bo'lgan darsimiz qaysi bo'ldi? Hammasi qiziqarli. Hammasi qiziqarli. Xo'p, eng qiyinichi? Qiyin bo'lmadi ham degan umiddaman. Nimaga deganda tushuncha bor edi. Nimada ozgina qiynaldim, nima desam bo'ladi. Shu analiz qilishda, grafik bilan. Grafik bilan ishlashda. Yaxshi, bu ham o'rganib oldim degan umiddaman, hozir hali yaxshi. Yana o'zimizni ustida ishlab olsak, xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasam, eng esda qolarli, misol uchun, kuningiz bo'ldimi? Har kuni har qanday esda qoldi-da. Har kuni har qanday esda qoldi. Yo'q, har kunimiz o'zgacha o'tdi. Bir xillik bo'lmadi. Har kuni har xil darslar, ma'lumotlar, yangiliklar yaxshi bo'ldi degan. Tushunarli. Abdulhakim ana $100 dan $100,000 gacha bo'lgan eksperiment o'tkazdim. Spot savdoda. Nima deb o'ylaysiz? Bu narsani siz ham qachondir qaytara olasizmi? Qilsa bo'ladimi bu narsani? Qilsa bo'ladi, albatta. Ko'z yetadimi? Yetadi. Yetadi. Eplasa bo'ladi. Sabr kerak unga, birinchi. Sabr kerak. Keyin disiplina. Disiplina kerak. Spot savdoda oila boqsa bo'ladimi? Bo'ladi. Chem Forexdan ko'ra. Ha. Mana undan oldingi bitta zemlakingiz, ya'ni Zaynaddan aytdiki, Forexdan ko'ra ko'proq pul topsa bo'ladi deyapti. Siz qanaqa fikrdasiz? Men ham shu fikrdaman. Endi uning uchun ishlashga bog'liqda. Masalan, depozit kattaroq bo'lsa, kattaroq foyda qoladi deb o'ylayman. Depozitga bog'liq deysiz. Depozitga bog'liq deb o'ylayman. Men to'g'ri, depozitga bog'liq bu narsa. Chunki bitta Forexda $10, $20 bilan kredit birinchi katta narsa topishyapti. Endi bitta real savdolar bo'lyapti. To'g'ri, topsa bo'ladi. Mana traderlar turlari bor, bilasiz. Swing trader, day trader, scalper, investor. Ya'ni 4 ta. Mana shu 4 ta traderdan qaysi trader sizga ma'qul tushyapti?
swing deb o'ylayman nima deganda bir kundan oshiqroq nimada ko'proq nima qilsangiz bo'ladi deb o'zim shu nimaroq tuyuldi. Swing qiziqarli. Swing qiziqarli tuyuldi. Ajoyib tanlov chunki juda ham oxirgi payt swing treyderlar почти uchramadi desam ham bo'laveradi menga. Ko'p day trader uchyapti. Kunlik daromadlar qiziq deyapti. Nimaga aynan swing trading? Swing trader yaxshi, bu ham yaxshi analiz qilib o'ylaymanki, natijani uzog'i bir haftada, может 15 kungacha ko'rishingiz mumkin. Masalan, $1000 bilan kirsangiz, kamida yaxshi analiz qilib bitta coinga kirsangiz, kamida 15 yoki 20% 15 kun ichida o'sib beryapti-da. O'zimiz ham guvoh bo'ldik shu yerda. Ko'rib, analiz qilib ko'rdik. O'ylaymanki, shu yaxshi deb o'ylayman. To'g'ri. Asosiy batda Wall Streetdagi investorlar ham ko'pi swing tradingni ko'tarilishga to'g'ri. Xo'p, 5 yildan keyinchi yana swing trader bo'lib qolasizmi yoki bir darajani oshirish niyatida? Investor bo'lish o'ylayman, Alloh. Investor darajasiga chiqish niyatingiz bor. Gap yo'q. Juda ham xursandman. Qarang. O'sha kripto tradingni boshlashga ikkilanib turganlar yoki yangilarga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Tavsiya birinchi o'zlarida qiziqis bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa o'zida qiziqmasa odam bir narsaga, uni majburlasangiz ham u natija olib kelish juda ham qiyin-da. Avvalambor o'zlarining qiziqishi, keyin kelib albatta bu yerda o'qib, ilm olib ketsa bo'ladi. Maslahat beraman, kelib o'qishsin. Maslahat beraman. Yaqin do'stlaringizga. Конечно. Tushunarli. Abdulhakim, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. 15 kun mobaynida bizda qanaqadir yomon gaplar o'tgan bo'lsa, bolalardan yomon gaplar o'tgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Yanada yaxshilanishga harakat qilamiz va sizni doim Ustoken Trade'da kutib qolamiz. Siz uchun doim eshiklarimiz ochiq. Rahmat sizlarga. Abdulhakim, charchamang.